Tasavvur qiling, 2 daqiqada 60 ta chet tili so'zni yodlab qo'yasiz. Oh my god. Albatta bu imkonsiz, bunday qilishda iloji yo'q. Lekin 2 daqiqada 10 ta yoki 15 ta chet tili so'zni yodlab qolishda imkoni bor. Albatta bu tasavvur bilan. Xo'p, qanday qilib buni qilish mumkin? Albatta bu usul tasavvur orqali ishlaydi. Birinchi o'rinda biz tog usulini o'rganishdan oldin tasavvurimizni yaxshigina rivojlantirishimiz kerak. Ya'ni buni qanday qilamiz? Qanday qilib tasavvur rivojlantirish mumkin? Axir bu bizda yoshligimizdan beri shakllanib kelgan-ku. Albatta, tasavvur qilib ko'ring. Qanaqa narsa? Misol uchun olma. Qip-qizil, yaltillab turgan olmani tasavvuringizga keltira olasizmi? Oq-qora emas, aynan tasavvurda qip-qizil yalt etib turgan olmani tasavvur qilish kerak. Siz qila oldingizmi? Ba'zilar uchun bu imkonsiz bo'lishi mumkin, lekin ba'zilar uchun esa shunchaki oddiy narsa. Ha. Keling, sizlar bilan tasavvurda rivojlantirish mumkin bo'lgan bir nechta mashqlarni ko'rib chiqamiz. Qani, ketdik. Birinchi mashqimiz masshtab mashqi. Qanaqa bajariladi, qanaqa mashq? Bu juda ham oddiy. Shunchaki bitta stakanni tasavvur qiling. Mana shu yerda aynan muallaq turganini tasavvur qilishimiz kerak. Aynan muallaq turganini tasavvur qilish kerak. Qanaqa rangda, misol uchun qizil, ko'k yoki jimjimador, farqi yo'q, naqshli, qanaqasini xohlasangiz, shunaqasini tasavvur qilishingiz mumkin. Va uni xona kattaligida, ya'ni xonacha kattalikda kattalashtiring xayolingizda. Agar ko'zingizni ochgan holatda tasavvur qila olmasangiz, ko'zingizni yumgan holatda ham tasavvur qilishingiz mumkin. Tasavvur qilsangiz bo'ldi. Hop, tasavvur qilamiz. Va stakanni xona bo'yicha kattalashtirdik. Endi uni xonani teng yarmigacha kichraytiramiz. Kichraytirdik. Men tasavvur qilayman, o'sha men xayolimda. Tasavvurimda stakan aylanyapti. Men qizil stakanni aynan qizil va o'rtasida qanaqa olmani naqshi bor, kulrang, ya'ni kumush rangli yaltillab turgan. Wow. Keyin esa uni kaftingiz ustida turganini tasavvur qiling, ya'ni kaftingiz ustida turadigan darajada kichraytiring. Xonani yarmidan kaftingiz turadigan darajagacha kichraytirdik. Endi esa uni barmog'imiz ustida turadigan darajagacha kichraytiramiz. Xayolimizda hammasi xayolimizda bajarilishi shart. Ya'ni tasavvur orqali. Xo'p, qila oldingizmi? Keyingi mashqimiz esa harakat mashqi. Ya'ni harakat. Buni qanday bajaramiz? Xo'p. Ko'pchilik insonlar sevadigan burgerni tasavvur qilamiz. O'sha mazali mol go'shtidan bo'lgan va ustida karami, non yoki bulchka nima bo'lsa o'sha tasavvur qilamiz. Xohlasangiz cheeseburger, big burger, hamburger, lavash, farqi yo'q. Xohlaganingizni ishtahangizga qarab tasavvur qilishingiz mumkin. Xo'p, buni qanday qilib bajaramiz? Ya'ni harakat mashqi qanday bo'ladi? Xo'p, tasavvur qilamiz. Oldimizda burger turibdi muallaq holatda va uni qanaqa qilib harakatga keltirishni o'ylashimiz kerak. Xo'p, men harakatga keltiryapman uni. Chapga o'ngga, chapga o'ngga, chapga o'ngga borib kelayotgan tasavvur qilyapman. Va uni to'xtatdim. Yana o'sha oldingi joyga qaytardim va o'sha yerda to'xtatdim. Va endi uni tepaga, pastga, tepaga, pastga, tepaga, pastga qilgan holatda tasavvur qilyapman. Endi esa uni xayolimda aylantiryapman. Iloji bo'lsa xayolingizda shunchaki ingrediyentlarni bir boshidan bo'laklarga bo'lgan holatda ham aylantirishingiz mumkin. Albatta bu o'zingizga bog'liq. Xo'p. Bu mashqning qanday foydasi bor? Ya'ni bizga bu qanaqa foyda keltira oladi? Albatta men sizlarga keyinchalik chet tili so'zlarni yodlash, raqamlarni eslab qolish, ya'ni ketma-ketlikda eslab qolish, yuz va ismlar, rasmlarni eslab qolishni o'rgatmoqchiman. Bularning hammasi tasavvurimiz orqali ishlaydi. Xo'p, tasavvurimiz orqali ishlar ekan, demak biz tasavvurimizni rivojlantirishimiz va o'sha paytlarga tayyorlashimiz lozim. Bu mashq esa bizni tasavvurimizni anchagina rivojlantirishga yordam beradi. Shuning uchun buni har kuni bajarish shart. Har kuni 2 daqiqada shunchaki o'tirasiz va uni telefonda taymerga qo'yib, oddiy 1 daqiqalik yoki 1,5 yoki 2 daqiqalik taymerga qo'yib shunchaki bajarishni o'zi yetarli. Birinchi o'rinda masshtab mashqi, keyingi esa harakat mashqi. Xohlagan narsangizni masshtab mashqida ishlatishingiz mumkin. Parta, stul, nima bo'lsa o'sha. Xohlaganingiz harakat mashqida ham xuddi o'sha. Muhimi bajarsangiz bo'ldi.
Boshda ko'zingizni yumib bajarishingiz mumkin. Keyinchalik esa ko'zingizni ochib bajarishingizni maslahat beraman. Yanada professional darajaga ko'tarilasiz. Shunday qilib bugungi mashqimiz tamom. Albatta bajarib boring. Menga esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki bundan keyingi darslarda chet tili so'zlari, raqamlarni eslab qolish va mnemonika usullarini o'rgatib boraman. Keyingi darslarda ko'rishguncha